Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugun bel og'riq kasalliklarini bir-biridan farqlovchi sinamalarni, testlarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Birinchisi hammamizga juda ham ko'p tanish bo'lgan bel grijasi. Bunda ikkita sinamani ko'rsataman testni. Birinchisi, agar o'ng oyoq og'rigan bo'lsa, tizzani bukmagan holda ko'tarishga aytamiz. Shunda agar grija bo'ladigan bo'lsa, sonning tagi bilan oyog'ining uchiga tomongacha og'riq beradi. Bu birinchi sinama, ham to'liq ko'tara olmaydi. 40 graduslargacha ko'taradi. 90 graduslargacha ko'tara olmaydi. Shu birinchisi og'riq kuchayadi. Sonning orqasi bilan tovonigacha. Bu birinchi sinamasi, ikkinchisi qorningiz bilan yotinglar. Ikkinchisi shu oyoqni yana bo'sh qo'ying. Dumbaga yaqinlashtirsak, yana sonning oldida og'riq kuchayadi. Bu ikkita sinamasi shu bel umurtqa pog'onasini grijasini belgilaridan hisoblanadi. Ikkinchi kasalimiz noksimon mushak kasalligining sinamalari, testlari. Bunda chap oyoq bo'ladigan bo'lsa, noksimon mushak o'zi bir uchi sonning katta tumtog'iga birikadi, ikkinchisi dumg'azaga birikadi. Shuni tagidan qo'ymish nervi o'tadi. Ma'lum bir sabablar natijasida bu mushak tortilib qolishi hisobiga, spazm berish hisobiga xuddi bel grijasining belgilarini beradi. Bunda aniqlashimizda mana shu o'tgan topografik anatomiya joylashgan joyini qo'l bilan bosib ko'ramiz. Bosganimizda mushak tortilganicha, spazm berganicha og'riq beradi. Bu birinchi testi sinamasi. Ikkinchisi, bu mushak oyoqni tashqariga rotatsiya qilish, burishga xizmat qilgani uchun tizzani ushlagan holda oyoqning uchini tashqariga buramiz. Shunda og'riq kuchayadi, tortilish hisobiga. Uchinchi kasalligimiz spondiloartrit. Bunda spondiloartritda umurtqa pog'onasining yon o'simtalarida degenerativ o'zgarishlar hisobiga tuzlar yig'ilganda bemor birinchi joydan turayotganda belni birdan qomatini tik tuta olmaydi. Sal egilgan holda 5-10 minutlar belni uqalab, keyin qomatini tik tuta oladi. Yotqizib ko'rib sinama qilganimizda shu sohasini bosganimizda yoki qo'limiz bilan urib ko'rganimizda og'riq kuchayishi kuzatiladi. To'rtinchi kasalligimiz sakralit. Sakralitda dumg'aza bilan taz birikkan joyini bo'g'imi yang'langan bo'ladi. Shunda mana dumg'azaning atrofiga taz ikki tarafdan kelib birikkan bo'ladi. Shu joyda kuchli og'riq beradi. Buni birinchi sinamasi shu dumg'aza sohasiga qo'lni qo'yib bosish yoki shu joyda urganda og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Chunki kompressiya beradi. Ikkinchi belgisi, tazning ikki yonini ushlab pastga qarab talchoq beramiz. Shunda dumg'azaga borib kompressiya hisobiga og'riq kuchayishi kuzatiladi. Uchinchi belgisi, bu bitta oyoqni bukkan holda tashqariga bu tazni ikkinchi qarama-qarshi tarafda tazning qirg'og'iga qo'lni qo'yib, buni tizzasiga qo'yib bossak, bunda ham dumg'aza sohasida og'riq kuchayadi. Bu uchinchi belgisi. To'rtinchisi, yonbosh suyagini qattiq bitta talchoq berganimizda, bunda ham kompressiya hisobiga dumg'aza sohasiga og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Bu sakralitni 4 ta sinamasi hisoblanadi. Yana qo'shimcha boshqa kasalliklarda agar tazobedrenniy sustavda, chanoq son sohasida koksartroz bo'ladigan bo'lsa, buni sinamasi, belgisi tizzani bukkan holda tashqariga rotatsiya qilib, tashqariga burganimizda chanoq son sohasida og'riq kuchayishi kuzatiladi. Yana boshqa bitta kasallikda sindrom Lerisha bor. Bu qon tomirlar kasalligi hisoblanadi. Shu qon tomirlar kasalligida ham oyoqda
og'riq beradi, jimir-jimirlanishi kuzatiladi. Bunda oyoqning rangi ikkinchisiga nisbatan rangi oqarganroq bo'ladi, qonsizlanganroq bo'ladi. Keyin to'piqning oldidagi pulsatsiyasini ko'rsak, pulsatsiya aniqlanmaydi. Oyoqqa beriladigan og'riqlarni, bel og'riqlarini bir-biridan farqlari bo'ladigan sinovlarni sizlarga aytib o'tdim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.